ziyorat safari uchun ham qilinar ekan safar. Bu bir nechta narsalar. Masalan, ziyorat degani borib ko'rish, qabrlarni ziyorat qilish. Payg'ambarimizning aytgan gaplari bor. Zurul qubur fa innaha tuzakkirkumul axira deganlar. Qabrlarni ziyorat qilinglar. U sizlarga oxiratni eslatadi deganlar. Demak, ziyorat qilishdan maqsad eng birinchi oxiratni eslash. Borib aytaylik, qabrdan nimadir so'rash emas. Chunki u marhumlar bizni duoyimizga muhtoj. Biz ularni ziyorat qilishdan maqsad ulardan o'zimizga namuna olamiz. Ulug' zotlarni ziyorat qilishlikdan maqsad mana Imom Buxoriy, Imom Termiziy yoki boshqa ulug' zotlarni qabrlariga boramizki, ularni haqqiga duo qilamiz. Ularni qilgan xizmatlarini eslaymiz. Mana hozir bekorga bizda ziyorat turizmi degan bir atama ishlatilmayapti. Oldin mana kattalar bilasizlar, shu so'z yo'q edi. Hozir shu so'z chiqdi, ziyorat turizmi degan narsa. Bu bizni yurtda prezidentimiz juda ham katta shunga e'tibor beryaptilarki, hatto shanba, yakshanba kunlarini oila yoki jamoa bilan ziyorat uyushtirishlik kuni qilib e'lon qildilar. Nima uchun? Chunki o'sha joyga borganda odam o'ziga namuna oladi. Mana hozir agar borib ko'rgan bo'lsanglar, ehtimol inshaalloh ko'rasizlar, Imom Buxoriyning majmuasi juda katta ta'mir qilinyapti. Va mana shu joyda Imom Buxoriy haqlarida alohida muzey tashkil qilyaptilar. Prezidentimiz aytayaptilarki, odamlar kelib shunchaki bir qabrni ziyorat qilib ketmasin. Bu yerga kelgandan keyin Imom Buxoriyning qoldirgan merosidan nimadir o'rganib ketsin deyaptilar. Bu yerda ularning kitoblari, ularning qilgan ishlari haqida ma'lumot beriladi. Mana shu joylarga ziyoratga borishligimiz kerak. Ko'pchilik dunyoda bormagan joyim yo'q deb maqtanadi, o'tirsiz gaplashgan. Men Luvr muzeyida bo'lganman. Men dunyoda mo'jizasi deb atalgan joylarda Buyuk Xitoy devorini ham ko'rganman, Toj Mahalni ko'rganman, palonchini ko'rganman, pistonchini ko'rganman deydi-yu, hech bo'lmaganda Imom Buxoriyni ziyorat qilmagan bo'ladi. Yoki Termiziyni ko'rmagan. Yoki mana shu o'zimizning poytaxtimizda turgan Hazrati Usmon radhiyallohu anhuning mushafini ham ko'rmagan. Qancha bor ziyorat qiladigan joylarimiz bormaymiz. Lekin ziyorat kerak. O'tgan ulug'larni ziyorat qilish, ota-onani qabrini ham borib ziyorat qilib turishlik. Ularni ham haqqiga duo qilib turiladi. Yillab bora olmaydiganlar bor, yillab ko'rmayotganlar bor. Bu juda ham biz uchun bir achinarli holat. Shuning uchun bugun yurtimizdagi bu ziyorat turizmi deymizmi, ular uchun yaratilayotgan sharoitlar Xudo xohlasa mana shu sentyabr oyiga borib Imom Buxoriy majmuasi nihoyasiga yetadi azizlar. Uni atrofida shunaqa borganlarni bemalol mehmonxonasidan tortib hamma infratuzilmalarni qilib beryaptilar. Juda ham katta, mana bir necha marta prezident o'zlari bordilar, ko'ryaptilar. U nafaqatgina u yerda bir katta bir masjid yoki nafaqatgina u yerda Imom Buxoriy hazratlarining yotgan marqatlari obod bo'lyapti, balki u yerda katta bir majmua bo'lyapti. Xuddi shuningdek Termiziyda, mana Imom Maturidiyda boshlayapti. Kuni kecha biz butun dunyo bo'yicha 30 dan ortiq davlat bilan ishtirokida Imom Maturidiy hazratlarini anjumanini o'tkazdik. Dunyodan kelyapti, Maturidiy hazratlarining hurmatidan kelib yig'layaptilar. Hozir Samarqandda Imom Maturidiyning yotgan qabrlari atrofini obod qilib, o'sha joyga ham Maturidiylik markazi ochilyapti azizlar. Ya'ni o'sha ilmda targ'ib qilish. Ana shu nuqtai nazardan biz ziyoratlarimizni ham e'tiborga olishimiz kerak.